Endilikda xorijda ishlashni istagan fuqarolar uchun yana bir imkoniyat yaratildi. Prezidentimiz tashabbusi bilan amalga oshirilayotgan islohotlar doirasida Migratsiya agentligi tomonidan Toshkent shahrining Yashnobod tumanida Xalqaro til va ko'nikmalar maktabi tashkil etildi. Mazkur ta'lim maskani xorijiy mehnat bozorida talab yuqori bo'lgan kasblar bo'yicha mutaxassislarni tayyorlash, ularga xorijiy tillar va zamonaviy kasbiy ko'nikmalarni xalqaro standartlar asosida o'rgatishga xizmat qilmoqda. Hozirgi kunda mazkur binoda Yaponiyaning Onodera User Run kompaniyasi bilan hamkorlikda Yaponiyaga ishga ketish istagidagi fuqarolarimiz uchun loyiha amalga oshirilmoqda. Loyiha 2025-yil Migratsiya agentligi rahbariyati Yaponiyaga tashrif buyurgan xizmat safari davomida kelishuvlar asosida amalga oshirilmoqda. Loyiha 6 oyga belgilangan bo'lib, bu 6 oy davomida fuqarolarimiz Yaponiya ish beruvchilari tomonidan talab etilgan yapon tili darajalari hamda kasbiy sertifikatlarni egallaganlardan so'ng Yaponiyaga ishga ketishlari mumkin bo'ladi. Onodera User Run kompaniyasi tomonidan o'quvchilar uchun bepul yapon tili ta'limi va undan tashqari o'sha bitiruvchilarning Yaponiyada bandligini ta'minlash ishlari faoliyati amalga oshiriladi. Yaponiyaning Onodera User Run kompaniyasi bilan hamkorlikda xizmat ko'rsatish sohasida ishlashni istagan fuqarolar uchun maxsus tayyorlov kurslari tashkil etilgan. 6 oylik dasturni muvaffaqiyatli tamomlagan ishtirokchilar Yaponiya korxonalariga to'g'ridan-to'g'ri ishga joylashtiriladi. Loyihalar doirasida har yili qariyb 1500 nafar yurtdoshimiz xorijiy tillar va kasbiy ko'nikmalar bo'yicha xalqaro standartlar asosida tayyorlanadi. Ushbu qarorga muvofiq 14 ta tibbiyot texnikumi Migratsiya agentligiga biriktirilib, Germaniya tibbiyot akademiyasi loyihasi yo'lga qo'yildi. Bugungi kunda loyiha respublikaning 15 ta Abu Ali ibn Sino nomidagi jamoat salomatligi texnikumida amalga oshirilmoqda. Ta'lim jarayoni Germaniya tibbiyot standartlari asosida tashkil etilgan bo'lib, o'quv dasturi nemis tili va kasbiy fanlarni o'z ichiga oladi. 12 yil mobaynida tibbiyot kollejini bitirganimdan so'ng Samarqand viloyat onkologiya dispanserida ishladim. Telegram kanal orqali migratsiyaning chet elga hamshiralarni yuborish loyihasiga qiziqish bildirdim va anketa to'ldirdim. Natijada Germaniyada ish beruvchi Asklepios klinikasining direktorlari Zoom orqali suhbat bo'lib o'tdi va bu suhbatdan muvaffaqiyatli o'tdim. O'qishni 2025-yil avgust oyida boshladim va hozirda B2 darajada nemis tilini butunlay o'rganib oldik. Xalqaro til va ko'nikmalar maktabi hamda xalqaro hamkorlik dasturi fuqarolarimizning xorijda qonuniy, xavfsiz va munosib mehnat faoliyatini yo'lga qo'yish, zamonaviy kasb va xorijiy tillarni egallash hamda xalqaro tajriba orttirishda ham muhim poydevor bo'lib xizmat qilmoqda. Bu loyiha nafaqat yangi ta'lim tizimi, balki O'zbekiston fuqarolarini xalqaro mehnat bozoriga puxta tayyorlashga qaratilgan kompleks va uzoq muddatli strategiyaning muhim